Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, qanday? Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Maşallah. Mana niyat qiluvdik. Allohga shukr, Alloh niyatimizga yetkazdi. Hadisda payg'ambarimiz innamal a'malu binniyat, amallar niyatga qarab bo'ladi degani. Mana yaxshi niyat qiluvdik ekan, Alloh yetkazdi. Bir oyda butkazib aramizda o'dikda, Allohga shukr. Rasa 13-da boshlaganmiz ekan, bugun 12 ekan. Maşallah mana. Uylarimiz bitti, Allah'a şükür. Mana bir boshdan kelaylik mana. Bir tanimadim bir odam akamiz mukamizmi charpaya jo'natibdi. Oxirida duo qilamiz a. Mana juda ham chiroyli charpaya, katta maşallah. Mana uylarimizni qilgan odamlar, mana elektrik ishlarini Asliddin ukamiz to'liq qilib berib ketdi. Maşallah, maşallah. Xo'jadan ham boshida birinchi kuni xo'jadan ham keldi. Elektrik ishiga Asliddin ukamiz mana o'sha kuni ham bugun ham kelib oxiriga yetib berdi. Mana devorimizni shunday bir chiroyli holatga keltirgan bir ukamiz bor. Atimi aytmang dedi. Mana ko'ryapsizlar. Tomlari, o'stirmalari, yonboshlari shunaqa chiroyli bo'ldi alhamdulillah. Juda ham chiroyli uy oldu. Terilerdi qilib berishdi, lesinsalardi, eshiromni qilib bergan ukalarimiz, akalarimiz bor. Mana ko'ryapsizlar, o'ta chiroyli uy bo'ldi. Mana bu yoqda grant chiqarib bergan aka-ukalarimiz bor. Grantga da chiqdi mana bugun. Mana tahoratxona qilib berganlar bor bugun. Tahoratxonamiz ham bitdi, Allohga shukr. Mana Sardorbek ukamiz ishlayapti. Bu yerda Abjall akam juda qattiq xizmat qilib berishdi. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Sardorbek oxirgaday turdi. Muhammadjon Hoji aka Oktyabr mahallada o'g'li Sardorbek oxirgaday shu yerda turib berdi, qimillamasdan. Alloh rozi bo'lgan bo'lsin. Tarbiya qilgan ota-onalarni ham tanjallarini sog' qilgan bo'lsin. Umrlarga baraka bergan bo'lsin. Mana ko'ryapsizlar, bu yerda prorablik qilib bergan Oybek ukamiz bor. Mana Abdulaziz Qori aka do'stim bor. Shular prorablik qilib berishdi. Mana ikkalasini ham dadalari o'tgan, Alloh rahmat qilsin, jonlarini jannatdan, oxiratlarini obod qilgan bo'lsin. Onalari tirik, Alloh taolo onalarini tanjallarini sog' umrlarini baraka bersin, farzandlarini yoshliklarini ko'rsin. Bu aka-ukalarimiz, do'stlarimizdan ham zurriyotlardan qorilar, olimlar chiqarsin. Mana natijnoy patolog qilib berganlar bor birodarlar. Devoriga jitga bo'ya berganlar, g'ish berganlar. Mana Talaslarni, gilamlarni qilib bergan odamlar bir so'm olmasdan savob umidida yaxshi maqsadlarga Alloh yetkazsin, o'tganlarni Alloh rahmat qilsin. Jonlarini jannatdan, oxiratlarni obod qilgan bo'lsin. Lustura berganlar bor mana ko'ryapsizlar. Shunaqa zo'r uy bo'ldi. Men eslamagan narsam bo'lsa xafa bo'lmaysizlar. Qalbimizdagini aytolmaganimizni Alloh o'zi ijobat qilgan bo'lsin, tilimizga kelmaganlarini. Mana maşallah ko'ryapsizlar. Uy juda bunaqa holatga keladi deb men o'zim o'ylamadim. Uydagisi aya o'ta katta duo qildi. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Men dedi, hayolimga ham kelmagan bunaqa uy qilish deb o'shana dedi-da. Mana ariston qilib berganlar. Bunaqa suv chiqadigan, qo'l yuvadigan, idish tovoq yuvadigan narsalarda berganlardan Alloh rozi bo'lsin. Mana eshik berganlar. Mana baniyamizni qilib berganlar, ko'ryapsizlar, maşallah. O'ta chiroyli kafil berganlar. Ko'ryapsizlar, simistetel berganlar. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo iymonlarini ziyoda qilsin, topgan tutganlarga baraka bersin, o'rnin to'ldirib qo'ysin, 700 baravarlab. Tilta qilib berganlar bor. Qaranglar, tiltaga material berganlar bor, to'liq material berganlar bor. Hammalarini gunohlarini Alloh kechirgan bo'lsin. Sement berganlar bor, tosh berganlar bor. Nima xizmat qilgan bo'lsa Alloh taolo xizmatlarini dargohida qabul qilgan bo'lsin. Qalbidagi yaxshi maqsadlarni Alloh taolo oshishasiman berishligini Alloh nasib qilgan bo'lsin. Yana men eslamayotgan narsalar o'ta ko'p birodarlar. Kim xizmat qilgan bo'lsa-chi, biz eslayolmasak hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Mana maşallah juda ham chiroyli uy oldu. Maşallah maşallah. Mana eshiklarimiz, romlarimizni bitta ukamiz berdi himmatiga.
himmat qo'shilsin. Bundan keyin ham yelkama-yelka hammamiz Allohning yo'lida, dinning yo'lida xizmat qilib boraylik, ha? Muhtojlarga yordam beraylik. Talaba ilmlarga yordam beraylik. O'shunda Xudo xolasa dunyo oxiratda baxt saodat topamiz. Dinimizni rivojlanishiga inshaalloh qo'limizdan kelgan hissamizni, pulimiz bilan, ilmimiz bilan, kuchimiz bilan xizmat qilib boramiz inshaalloh. Hammalardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Mana 83, 84, 91, 94 yillar bilan xizmat qilgan odamlar bordi. Bundan keyin ham intibo bo'laylik. Gapimiz bir yerdan chiqsin, sapimiz bitta bo'lsin.